Alo. Alo. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Abdurasul aka, yaxshimisiz? Xayrli kunlar bo'lsin. Sizni bugungi tavallud ayyomingiz, shukronalik kuningiz, payg'ambarimizga ummati bo'lgan 40 yoshingiz ummatlik baxti bilan chin qalbimdan tabriklayman. Kattakon rahmat, sog' bo'ling, salomat bo'ling. Rahmat kattakon. Bugun bizning loyihamizga yaqinlaringiz orasidan tabrik xatlari kelgan. Nima deb o'ylaysiz? Kim yuborgan bo'lishi mumkin? Taxmin qilishga imkoniyatim yo'q, chunki men chegarasi yo'q. Mehr muhabbat qurshovidaman. Meni yaqinlarim Mashalloh. ko'pdan ko'p, shuning uchun aniq ayta olmayman kimligini. Sizni jonlaridan ortiq yaxshi ko'rguvchi, dunyolarga alishmas, gul yuzli, shirin so'zli juft halolingiz Dilnozaxon opamiz nomidan kelibdi. Kattakon rahmat, ilohim sog' bo'lsin, salomat bo'lsin. Ilohim. Va ular bilan birgalikda mehribon onajoningiz Hoji Sanobar opa, ukalaringiz Alijon aka, Odiljon aka, singillaringiz Ruqiya bono opa, farzandlaringiz Go'zalxon, Shahodatxon, Hoji Akbar, Abu Bakrjonlar ham sizni tabriklab o'tyaptilar. Ilohim sog' bo'lishsin, salomat bo'lishsin, dunyo turguncha tursin. Ilohim. Akajon, ijozat bersangiz, birozgina vaqtingizni olsam-da, ulardan kelgan tabriklarni o'qib eshitirsam, maylimi? Mayli, eshitaman. Rahmat kattakon. Assalomu alaykum, beklarning sarasi, yuragimning egasi, farzandlarim otasi. Allohim inom etgan baxtim bo'lmay suyangan, ishongan tog'im. Sizni bugungi tavallud ayyomingiz, shukronalik kuningiz bilan chin qalbimdan tabriklayman. Avvalambor Allohimga ming shukronalarim bo'lsinki, bugun sizni men uchun yaratgan kun. Sizdek halol, qalbi toza, mehribon, yuragi pok, jasur, mard insonni taqdirimga yozgani uchun. Sizdek umr yo'ldoshim borligi uchun hamdlar aytaman. Farzandlarim otasi, sizni juda ham qattiq yaxshi ko'raman. Ilohim meni baxtimga, farzandlarimiz baxtiga hamisha sog' salomat bo'lib yuring. Baxtimiz bir umrlik bardavom bo'lsin. Aziz farzandlarimiz uchun sizning o'rningiz, mehringiz beqiyosdir. Inshaalloh birgalikda haj umra safarlarga borishlik, qo'llarimda sizga zamzamlar tutqazishlik nasib qilsin. Va jannatda ham birga bo'lishlikni yaratgan Allohimdan so'rab qolaman. Yaxshiyam hayotimda siz borsiz. Boringizga ming shukr. Men siz bilan juda ham baxtliman. Yostiqlarga barkon, vatsagar boshim. Meni sotib ketsa, do'sti sirdoshim. Sarg'aygan yuzlarim yuvsa ko'z yoshim. O'sha kun men uchun kim achinarkam. Eng avval kuyunar umr yo'ldoshim. Bag'rida ulg'ayib tanimlar hayot. Yonida olaman tarbiya sabot. Yonimda bo'lganda go'zaldir hayot. Yostiqlarga barkon, vatsagar boshim. Eng avval kuyunar Umar yo'ldoshim deya joyi bo'lgan o'zlarini, dilizxonlarning va she'riy maktublarini siz uchun yo'llab o'tibdilar. Sizni ham mehribon ayolingiz, oila a'zolaringiz, jigarlaringizga tilaklaringiz bo'lsa yo'llab qolishingiz mumkin. Biroz soniyalardan so'ng ular bizni tinglaydilar. Kattakon rahmat tabriklari uchun. Ilohim dunyo turguncha turishsin. Hamisha sog' salomat bo'lishsin. Hamma vaqt xonadonlariga fayzi baraka. Ilohim birontalarini boshlari og'rimasin. Hamma vaqt xonadonlariga tinchlik, xotirjamlik, tinchlik, sog'lik, salomatlik hukmron bo'lsin. Amin. Rahmat kattakon, ilohim aytganingiz kelsin. Hamisha har dam barcha yaqinlaringiz baxtiga sog' salomat bo'lib, bugungi tug'ilgan kunlarni a'lo kayfiyatda o'tkazib olinglar. Rahmat, ilohim aytganingiz kelsin. Sizga ham sog'lik, salomatlik. Rahmat kattakon, salomat bo'ling.
Nega